Sumalak qanday tayyorlanishini bilasizmi? Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, bug'doyni yaxshilab tozalab olamiz. Keyin esa uni yaxshilab yuvib olamiz. Bir marta emas, 2-3 martalab yuvish tavsiya etiladi. Yuvilgan bug'doyni suvga 1 sutkada qoldiramiz. 1 sutka davomida 2 marta suvni to'kib, yangi suv solinishi tavsiya etiladi. 1 sutkadan keyin stolga yoki savatga bug'doyni yaxshilab yoyib, 3 mahaldan ertalab, obedda, kechqurun iliq suv sepilishi kerak va ustini dasturxon bilan yopish kerak. Shunda mana shunaqa chiroyli ko'rinishga keladi bug'doyimiz. Men u jarayonlarni videoga olish esimdan chiqibdi. Mana shu ko'rinishga kelgandan keyin buni мясоровка yordamida, agar sizda blender bo'lsa, blenderda ham chiqarsangiz bo'ladi. мясоровка yordamida mana shunday shirasini chiqarib olinishi kerak ekan. Bu jarayon ham 3 marta bajariladi. Birinchi marta мясоровкаdan chiqarib olgandan keyin tog'oraga solib, iliq suvda shirasini chiqarib olguncha yaxshilab qisib olinadi. Mana shunaqa to'pchalar qilib, buni ikkinchi marta yana мясоровкаdan chiqarishga uzatiladi. Mana bu shirasi esa setkadan o'tkazilib, alohida paqirga olinadi. Bu jarayon 3 marta bajarilgandan keyin tayyor bo'lgan shiralarimizga un solinadi. Biz 6 kilo bug'doy undirdik. Uni 5 kilosiga 5 kilosini hisoblab 1 kilo bug'doyga 2,5 kilodan un solib aralashtirdik. Shunda bizda umumiy nonda adashmasam 12,5-13 kilo un ketdi. Qolgan 1 kilosidan chiqqan shirasini shunday soldik. Shunda shirinroq bo'ladi. Mana shunday qilib un solingandan keyin tayyor shiraga qo'lingiz bilan xohlasangiz venchik bilan mana shunaqa qilib aralashtirib olinish kerak. Nimagaki un kuyib qolar ekan qozonda, issiq qozonga quyilganda. Mana shunaqa holatda silliqlab olib, keyin tayyor qozonga uni quysangiz, ishingiz anchagina yengil bo'lar ekan. O'choqqa o't qo'yilib, qozonni yuvib olib, birinchi bo'lib yog' solinadi. Yog' yaxshilab qizib olgandan keyin unga suv ehtiyot bo'lib suv quyilar ekan. Suv quyganda nimaga? Agar hozir tayyor shirani solsak, yog' bilan u kuyib qolar ekan. Keyin shira solinar ekan. Orqasidan bir paqir shira soldik. 3-chi marta chayqab olgan shiramizni soldik va tayyor bo'lgan aralashma shirali hamda unda aralashtirib olgan massamizni soldik. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bug'doyni 3 marta мясоровкаdan chiqariladi. Birinchi мясоровкаdan chiqarilgandagi shira juda ham shirali bo'ladi. Uni alohida olib qo'yish kerak. Ikkinchi hamda 3-chi marta мясоровкаdan chiqarilgan shiralarga un aralashtirib, ularni solish kerak. Mana shunaqa sumalagimiz qaynab chiqqandan keyin birinchi shira solinar ekan. Hamma shiraga birdaniga un aralashtirib olish kerak emas. Tosh solamiz ichiga. Toshni nima uchun solinadi tosh? Biz yoshligimizda mana shu sumalak toshini sumkasiga solib yursa, besh oladi doim deb aytishardi. Lekin sumalakni tagi olmasligi uchun, tagida olov yonadi-ku, doim ravishda o'sha tagi olmasligi uchun tosh solinadi. Taxminan 1,5 soatlar ichida sumalak qattiq qaynab chiqdi.
Ana shu jarayonda iloji boricha ehtiyot bo'lish kerak ekan. Sumalak yaxshigina toshar ekan. Toshib ko'piklarini qilib toshishni boshlar ekan. Ana shunda alohida krujka bilan shopirib turish kerak ekan. Aralashtirib turish kerak. Sizlarning tilinglarda qanaqa bilmadim, biz shopirib turiladi deydi. Mana shunday sekin-sekin ranglari o'zgarishni boshlayapti o'zi. Mana ranglari o'zgarib ko'rayotgan bo'lsangiz, ustida ko'piklari paydo bo'ldi. Mana shu jarayonga kelguncha 2 soat vaqt ketdi. Mana shu ustidagi ko'piklar toshishga olib kelar ekan sumalakni. Tez-tez aralashtirib turish kerak ekan. Bu sumalakni kechqurun qozonga soldik va ertasi kuni soat 2 gacha qaynadi. Kechasi soat 7 da solgan bo'lsak, ertasi kuni soat 2 da o'sha sumalagimiz tayyor bo'ldi. Olovlarini ham ko'rishingiz mumkin. Tinimsiz tagida olov qaynab turishi kerak. Mana ertasi kuni ertalab mana shunaqa ko'rinishga kelgandi sumalagimiz kechasi bilan qaynab. Shiralar tugagandan keyin sumalak qo'yilganda mana shunaqa holatga kelganda unga paqirda qaynagan suv solsangiz yana ham tayyorlanishi tezroq bo'ladi, pishishi tezroq bo'ladi. Alohida gazga paqirga suv qo'yib 2 paqirdan suv soldik va dimlab qo'ydik. 2 soat mana shunday ustiga savat qo'yib, uxlovlarni qo'yib dimlab qo'ydik. 2 soatdan keyin esa uni ochib hammaga tarqatdik. Mana 2 soat oradan vaqt o'tdi. Hamma kutyapti, bolachalar ayniqsa intiqlik bilan. Mana sumalagimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Mana shu jarayonga kelguncha bizda 16 soat vaqt ketdi. Bu videoni ancha oldin olgandim, Navro'z kuni. O'ylaymanki videom sizlarga yoqdi. Hammangizga rahmat. Kanalimga obuna bo'ling va fikringizni kommentariyada qoldiring.